Farg'ona shahridan shunaqangi elitni domdan uy qidirib yurgan mijozlarimiz uchun bugun biz Firdaus House ga kelganmiz. Ushbu 10 qavatli yangi qurilayotgan xonadonni biz 6-qavatdan sizlarga 2 xonali 65 kvadratli kvartirani to'liq obzorni olib beramiz. Ichkaridan ko'rib tomosha qilinglar. Xonadonimizga kirishimiz bilan bizni keng hol kutib oladi. Holimiz bu joyda xonadonimiz uchun alohida garderobni qo'yilgan. Xo'p, bu joyda kimdir xolasa o'zi uchun kladovka qiladi yoki-da bu yerda garderob qilib foydalanishi mumkin. Chap qo'limizda bo'lsa xonadonimizni sanuzeli joylashgan. Tomon dushvaya qilingan. Navbatdagi xonamiz bu xonadonimizning spalnyasi. Keyingina spalnya. To'g'rida bo'lsa xonadonimiz oshxonasi mavjud. Двухконтурный kotyollar qo'yilgan, отопление sistemasi to'lib bitgan. Bu joyga kuxunni garnitur qilinmagani sababi har bir mijozda o'zining didi mavjud bo'ladi. O'shaning uchun biz qilgan kuxunni yoqmay qolishi mumkin edi. Shuning uchun o'zlari didiga moslab qo'yishlari uchun bu joyni bo'sh qoldirganmiz. Remontga o'zlaring 1 dan 10 gacha baho beringlar. Oxirgi xonamiz bu zal qismi. Zalimiz kengina, chiroyli holatda bitgan va o'zini panoramniy aynalari mavjud. Ya'ni yorug'ligi ham zo'r tushadi, vidam juda chiroyli bo'ladi. Kvartiramizning narxini egalari $45,000 baho qo'yishyapti. Xudo xolasa yana ozroq kelishtirib beriladi. Pastda nomer yozib qoldiramiz, bizga murojaat qilinglar. Uyda kelib tanishtirib o'tamiz. Sog' bo'linglar.